Доброе утро, мир Зуфар. Доброе утро, уважаемые telezрители. Men g'olib an'anaviy yugurish marafonini boshlashga tayyormiz. Birinchi bo'lib finishga yetib keldilar. Mana shu O'zbekiston davlatida yashayotganim uchun juda ham xursand bo'laman. Здесь очень атмосферно, классно и прям заряжаешься. Bugungi marafon eng taassurotlarga boy va jo'shqin marafon bo'ldi deb ayta olaman. Я очень счастлив, что я первый раз вообще эти соревнования выигрываю. Hammada bayramona kayfiyat, shunga yarasha ob-havo ham juda chiroyli bo'lib ketdi. G'oliblarga omad. Поздравляю вас сегодня со вторым местом. Да, спасибо. Очень рада сегодня участвовать в военно-патриотическом забеге. Qurolli kuchlarimiz tashkil topgan 34 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz teletomoshabinlar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, men g'olibman deyish hammaga nasib qilsin. Azizlar, bugun har birimiz o'zimizni g'olib sifatida his qilyapmiz va biz bilan estrada yulduzlari birga ekanligidan juda ham xursandmiz. Eng yaxshi tilaklarim sizlar uchun. Qatnashing shunaqa marafonlarda. Xudo xohlasa yana ko'rishamiz. Карен Гафурджанов, Сарвар Акбаров. Мы продолжаем.